Jigarlar, sizlar fabrikadan ish chiqarishimni so'raganmidinglar? Mana sizlarga bir emas, ikkita katta fabrikadan 100 tadan 200 tagacha odamni o'z bag'riga oladigan ishni zo'rin topib qo'yganman. Jigarlar, videoga bitta like bosib, videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ringlar. Nega desanglar, doim Zuhriddin fabrikaga borib, o'sha joydagi uslovlarni ko'rsating degansizlar va mana shu talablarni inobatga olib, men o'zim bora olmaganim sababli Asr vaqti YouTube kanali hamma biladi, Behzod akamiz. Ana shu Behzod akamga iltimos qilganman, borib o'sha joydan video qilib berishni va xalqqa hamma narsani ko'rsatishni. Mana jigarlar, sizlar uchun o'sha joydagi sharoitlar, nima ish qilish kerak, hammasini o'sha katta firmani direktoridan tortib oddiy ishchigacha hammalari sizlarga hozir daskalarni tushuntirib berishadi. Shuning uchun diqqat bilan videoni o'tkazmasdan 10 daqiqa vaqtingizni ajratib shu videoni ko'ringlar. Albatta bugun ishlik bo'lasizlar. Jigarlar, biz sizlar uchun harakatda davom etyapmiz. Sizlar like bosib, videoni tarqatib tursanglar, shuni o'zi bizga yetadi. Demak, qani videoni boshladik. Assalomu alaykum do'stlar. Ish bor videoni oxirigacha ko'ringlar. Paramoy rabota dardildan hech qanaqa pasrlik emas. Hozir mana o'zini oldiga keldik. Bu ish Moskovskiy oblasti ikkita shaharda hozir o'zlari sizlarga tushuntirib beradi. Erkak, ayol seminari farqi yo'q. Faqat полный paket dokument bilan ishga qabul qilishadi. Hozir direktorimiz o'zi sizlarga tushuntirib beradi. Здравствуйте еще раз. Скажите, пожалуйста, о своем компании. Добрый день. Здравствуйте, меня зовут Евгений Николаевич. Я являюсь директором по развитию двух фабрик. У нас две фабрики. Одна находится фабрика в городе Подольск на Симферопольском шоссе. Вторая фабрика город Королев, практически в центре города Королев. На фабриках, у нас кулинарные фабрики, на фабриках выпускаются полуфабрикаты высокой степени готовности. На наших фабриках набираются сотрудники мясных цехов, коренных цехов, повара, суши-повара, котломойщики. На данный момент на обеих фабриках требуются сотрудники порядка на одну фабрику 100 человек и на другую фабрику порядка 100 человек. Мы обеспечиваем полностью питанием двухразовым, ночная смена тоже питается у нас 2 раза. Мы обеспечиваем полностью спецодеждой. Также мы частично, практически 90% оплачиваем общежитие, если сотрудник у нас работает. Просто есть разные общежития, есть с очень хорошими условиями, они чуть-чуть подороже. Сотрудник, отработав, доплачивает за себя немножко. Есть общежитие, как говорится, общежитие есть общежитие. Транспорт у нас в городе Подольск бесплатный до фабрики, то есть от общежития у нас ходит транспорт, мы доставляем сотрудников. В Королеве, так как мы находимся практически в центре, общежития все находятся рядом, тут все общежития в пешей доступности. Оплата у нас производится 2 раза в месяц на карту. Сотрудники оформляются все официально, обязательно, если это патент, это патент. Мы даем трудовой договор, который потом предоставляется ФМС для дальнейшей работы. Плюс у нас есть в компании акция «Приведи друга». Если человек у нас работал или работает, мы за этого человека, за «Приведи друга» тоже платим определенную сумму. То есть, если человек приезжает под поручительство нашего сотрудника, который у нас уже работает, мы тоже помогаем финансово. Просто некоторые после недавних наших реклам звонят и говорят: дайте нам денег, мы приедем. Мы так денег не даем. Человек приезжает, оформляет полный пакет документов за свой счет. Единственное, что мы поселим его в общежитие за его счет, пока он не сделал документы, пока не прошел все медосмотры, он живет за свой счет в общежитии. Потом мы оплачиваем общежитие, как человек полностью устроился, чтобы не было недопониманий. Обеды, завтраки у нас бесплатные. Дальше вы все пройдете по фабрике, наши сотрудники все вам расскажут. Реклама, успешна. По рекламе у нас есть люди, которые работают уже даже больше года по вашей именно рекламе. Дальше вам сотрудники наши все расскажут, сами все увидите, как мы работаем, где мы работаем, что мы делаем. Спасибо, очень ждем вас на нашей фабрике. Все, спасибо огромное. Do'stlar, hozir ichkari kirib, sexlan ishdan ko'rsatamiz, nima ish qilinadi. Direktorning gapirini tushungan bo'lsalaring, hammaga panel o'ylayman. Bitta like bosib, videoni oxirigacha ko'rsalaring, hammasini tushunib olasizlar. Do'stlar, mana sexning ichiga kirib oldik, o'zlaridan intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Siz qayerdan bo'lasiz? Qirg'izistondan, Noshdan. Qancha yillardir mana shu fabrikada ishlaysiz? Именно bu fabrikada o'sha 4 yildan oshib qoldi Shu yildan ishlaganman. ishlaysizlar?
Oyliklar qanaqa bu yoqda? Айлықтар, айлықтар бардығыле сехте сатына төленеді, часовой, жақшылы алышады Kuniga айлықты. qanchadan qanchacha olishadi? Shuni ayting-da. 3,5 mingdan 3,800, 900, 4 minggacha alışады. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Siz qayerdansiz? Tojikistondan. Tojikiston? Xo'janddanman. Xo'jani qayerdan? Qo'nibodom. Ha? Qo'nibodamdan. Qo'nibodamdan. Yashang. Qancha vaqtdan bir mana shu fabrikada ishlayapsiz? 2 yildan 2 yildan ishlayapsiz. Oylik qanaqa qancha olyapsiz oylik? Oyliklar 320 dan soatiga 350 gacha beriladi. 8 dan 8 gacha ishlaymiz. Aha. Nimalar bepul? 2 mal ovqat beradi, qilamiz. Obshtani yarim to'lashadi. Sharitlari yaxshi. Siz qo'lingizda qancha oylik olyapsiz? Kuniga 3800 dan 3700 dan keladi. 3800 dan. Necha kun, necha kundan? Biz qaraymiz, 6 kun, 6 kun bir kunga bir xonada olamiz, 7 kunga bir kunga xonada Yo'q, olamiz. grafik 2 mi qanaqa? 6 ga bir ishlaymiz, 7 ga bir har xil borda. Ha, o'ziga bog'liq-da. Ha, o'zimizga. Xohlasa dam olasiz, xohlasa chiqarasiz, to'g'rimi? 6 ga 1 ishlasangiz normalniy. 100 mingdan oshiq olamizda. Nima deysiz, mana sizni ko'rib turgan ayollar bor, qo'lda patenti bor, lekin naq joy ishlab nima deb o'ylaysiz? Ishlardan ayollarga yaxshi ish. Siz endi nima ish qilasiz o'zingiz? Bitta katcha tozalaymiz, piyoz tozalaymiz, savza qilamiz. Oson ishlar, to'g'rimi? Oson ishlar emas. Ayollar ish qilgan ishda seviladi. Sharoiti yaxshi. Oylik qaysi kunlarda beriladi? Oylikda 10-da 25-avans olamiz. Bo'ldi, rahmat sizga. Hozir yana ichkari kirib, ichkaridan ko'rsatamiz. Bu yerda juda katta joy ekan, endi bitta joy, to'g'rimi? Ha. Siz qayerdan bo'lasiz? Men Qo'qondan, Qo'qondan O'zbekistondan. Qancha vaqtdan mana shu kompaniyada ishlayapsiz? 1 yildan oshdi. Oyligingiz qancha? Oyligim 120 gacha boradi. 118, 120 gacha boradi. Bir oyda necha kun ishlaysiz? Bir oyda 5 vaqtdan ishlasam 31 kun, 30 kun ishlayman. Charchab qolmayapsizmi? Yo'q, charchaganim yo'q. Sizni ko'rib kelmoqchi bo'lgan ayollarga nima deysiz? Ish qanaqa, nima ish qilasiz bu yoqda? Ishimiz shu, go'sht to'g'raymiz, kotletlar qilamiz. Ishimiz shu, keladigan ayollar kelishsin, yaxshi joy. Ishlarimiz yaxshi. Qancha pul jo'natasiz uyingizga? Uyimga $1000. $1000? $1000 jo'nataman o'zimdan. Mana ortiq ayollar qilsam. ko'ringlar, mana orqada mana shu ishlar bo'lyapti. 1 yildan ishlayman deyapsiz, to'g'rimi? Bu yerda nimalar beryapti? Plus, abid beryapti deb aytdi. Ikki mahal nimamiz bor. Zavtrikka chiqamiz, yarim soat, obedga chiqamiz yarim soat. Общежитamiz bor. Yashash joyi qilib berishadi. Bu yerda Tojikiston fuqarosi ham bor ekan. Hozir o'zidan so'raymiz. Barodar, assalomu alaykum. Shuma nazmi? Meshar. Ay, video shuma? Ay kulov aka. Ana haminja chand sol kor mekunid? Namja qarib 1 sol mishad aka. Oylik chiqilaminja? Oylik so'z normal. Chand so'm beradi yak moqba? 100,000, 100,000. 90,000 aka. Mardumi Tojikiston agar tomosha qilasiz shumora kim qo'yadi? Biyoyin joy so'z va behtarin joy zavtrak, abe joy xob ekan. Behtarin joy garm است. Haminja yak sol kaga bo'lsa, Xo'p. ammo yagon shtraf, yagon chisi dora haminja ne? Ne kanadora. Malades. Rahmat shoma. Ana men ko'r mana ish jarayoni mana ko'ryapsizlar, upakovka qilyapti bu yoqda. Upakovka bilan taqilyapti. Upakovka, правильно? Xo'p aka. Assalomu alaykum. Opa, qayerdansiz? Men Qirg'izistondan Qancha vaqtdan ishlayapsiz? 3-yil ketyapti. 3-yil? Oylik qancha? Oylik Xudoga shukr. Qancha olyapsiz? 100dan oshiq olaman. 100 dan oshiq. Sizni ko'rib turgan Qirg'izistondagi ayollarga nima deysiz? Kelsinmi, yo'qmi? Kelinglar, ishlaylar, pulni olinglar, ketinglar. Nima deyman? Mana shu ishingiz to'g'rimi? Xudoga shukr, jarkada ishlayman, garajsekda. Yomon bo'lganim yo'q ishga kirgandan beri. Yaxshi. Alloh bergan rizqini terib yeyapsiz. Sizlar ham kelinglar, terib yeb ketinglar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Opa, sizlar bir-biringizga ham o'xshar ekan. Yejasinga keldik. Siplasingiz? Appasingiz. Qancha vaqtdan ishlayapsiz? 2 yildan beri Yildan beri? Qo'lni ishda ishlaysiz, to'g'rimi? Hech shunaqa yugurigi chopa-chop emas, ha? Yo'q, unaqa Avion emas. bunaqa narsa yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Spokojniy Spokojniy. gaplashib. Yo'q, unchalik emas, endi o'zimizga yarasha ish qilyapmiz. Yaxshi ishimiz. Qancha oylik olasiz? 100 dan oshadi. To'g'risini ayting. 120 ga derim boradi. Necha kun ishlaysiz bu oyda? Bu bir oyda 2 kunlar dam olaman, qolgan kunim ish. Ana, opalar bir oyda 2 kun dam olar ekanlar. Malades. Handingizni o'ring. Nima deysiz mana siz ko'rib kelmoqchi bo'lgan Qirg'izistondagi ayollarga? Qirg'izistonliklarga aytarim, kelib ishlab ketgili. Oyliqlari o'ta so'nim, Vaqtda beryaptimi oyligini? vaqtida beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz qayerdansiz? Farg'onadan aka. Farg'onadan. Ismingiz nima aka? Davronbek. Nimaga bittaga o'zbek bolalar intervyu bermaydi? Endi kim qanaqada aka? Kimlardir bu narsadan uyatsa kerak-da balki. Qancha vaqtdan shu kompaniyada ishlayapsiz? 1 yil bo'ladi, xudo xolasa. Oyliklar qanaqa bu yoqda o'g'il bolalarga? Yaxshi. Qancha siz oyligingiz? 100 dan oshiq. Qancha olasiz konkretno?
120 chiqadi. O'zi necha kun ishlaysiz? Endi har xil. Bir haftada bir dam olaman, bir xil payt 15 kunda bir dam olaman. Smenasiga qanchadan to'g'ri keladi? 390 da hozir stavkalar. Ну, 390 11 soatga 3800 bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. 3800. Nimalar besplatni? Обед, hozir endi общежитиялар bilmadim. Общежитиялар бесплатный edi. Ha. Hozir общежитиялар платный bo'ldi mana shuning uchun. Rahmat aka sizga. Aka, assalomu alaykum. Siz qayerdansiz? Men Andijondan. Qancha vaqtdan ishlayapsiz? Yaqinda keldim. Yaqinda necha kun bo'ldi kelingizga? 4 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi. Ishlarda qiynalmayapsizmi? Yo'q, yaxshi, zo'r. Hamma bitta o'zbek qiynalganingiz yo'qmi? Yo'q. Hamma yo'q, zo'r. Nima deysiz sizni ko'rib turgan o'g'il bolalarga? Ha, kesin hamma yo'q, zo'r. Registratsiya besplatniy, ofisda oziq-ovqat hamma yo'q besplatniy. Qiynalganingiz yo'qmi? Yo'q. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Namangandan. Namangan. Qayerdan? Uchqo'rg'on Qo'g'ayda. Qancha vaqtdan beri mana shu sexda ishlayapsiz? Mana yaqinda Xudo xolasa 10 oy bo'ladi. 10 oy bo'ldi kelganimizga. Biz ham shu YouTube orqali ko'rib kelganmiz. Ishlash bizga yoqdi, ishlab yuribmiz sheylarda. Qancha oylik bo'lyapsiz aka? Oyliklar endi yaxshi nasiblarga yarasha chiqyapti. Qancha olyapsiz oylik? 100 ming tepa oylik olamiz. Necha kun ishlaysiz bir oyda? Bir oyda shu 3ta zakazga qarab vahodnoy berishadi brigadirlar. Ha. Shu bir oyda 4ta 5ta bo'lib qoladi vahodnoy. YouTube'dan ko'rib keldingiz, hamma ma'lumotlar to'g'ri berilgan ekanmi? To'g'ri berilgan bayda, aldov yo'q. Sizni ko'rib kelmoqchi bo'lganlarga nima deysiz? Ish qanaqa? Imni nima ish qilasiz? Kelishsin. Oylik mana ishlash. Qaysi производствоga bayda производствоlar juda ham ko'p. Холодный sex, горячий, упаковка, ekspeditsiya bor. Men sushida ishlayman. Meni qiladigan vazifa mana shu pechkada ris pishiraman. Aha. Qolganlar shu tayyorlashadi-da. Ishingiz o'ziga ma'qul, to'g'rimi? Menga o'zi ish yoqdi. Kuniga 3800 dan to'g'ri kelyapti. Ana shunaqa. 10-da, 25-da oylik zarplata, to'g'rimi? 10-da, 15-da, 25-da zarplata beradi. Pitaniyalari bor, jilyolar beryapti. Pitaniyalarini zavtrak beradi. Xohlagancha yeysiz, to'g'rimi? Xohlagan to'ygunicha yeysiz, zavtrak berishadi. 10da, 2da abidga chiqib, abid qilib kelsa bo'ladi. Katta rahmat aka sizga. Ishlarga omad. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Surxondaryodan. Surxondaryodan. Qancha vaqtdan beri mana shu sexda ishlayapsiz? 2 yil bo'ldi. Oylik qancha bu yoqda? 360 meniki. 360 soatiga. Kuniga qancha to'laydi? Endi hozir ishga qarab to'laydi. Misol 8 dan 8 gacha bo'lgan payt 3960 chiqadi to'liq smenaga. Aha. Ish 10 soatdan bo'ladi, 11 soatdan bo'ladi. Podrobotkalar ham bo'ladi. Shunda oyiga qancha pul olyapsiz? Qo'lingizga oladiganingiz? Eng ko'p olgan 106 minggacha olganman. 106 ming? Ha, eng ko'p olganim. Eng kamichi? Eng kami 90 ming, 80 ming shunaqa. Hamma bu yoqda nima ish qiladi mana shu siz turgan joyda? Men Xalon sexda ishlayman. Xalon sexda zagotovka bilan shug'ullanamiz yigitlar. Misol salatlarni aralashtiramiz, apparatlar va apparatlardan sabzavotlar chiqaramiz. Ayollarga yordam beramiz. Nima ish qilsa o'zingizga ma'qulmi? Ha, ma'qul. Sizni ko'rib Surxondaryodan kelmoqchi bo'lgan xotinlar bor, Moskvada dokumenti bor. Ularga nima deysiz mana? Kelaversin. Xotinlar qanaqa sharoitlar bor? Общagalar qilib beradi. Semeyni paralarga beradi. Yigitlar alohida yashashadi, qizlar alohida yashashadi. Adin yashaydi, to'g'rimi? Semeyni paralarga ham komtalar qilib beradi. Ana, shtopsizlar, erkaklar, xotinlar adin yashaydi. Kimdir semeyni para bu kisa. Adreslar bu Korolyovda ham Podolskida, Moskva patent bilan olaveradi, to'g'rimi? To'g'ri, olaveradi. Kelib ishni qilsa ham bo'laveradi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Toshkent shahri, Bo'ka tumanidan. Necha yildan shu yerda ishlayapsiz? 1,5 yildan beri. Oylik qancha olyapsiz? Oylik 90 ming, 100 ming. Smenasi qancha to'g'ri keladi sizga? 360 dan. Soatga to'laydi. 360 dan to'larkan bir kunda necha soat ishlaysiz? 10 soat, 12 soat qancha ishlayapsiz? 11 soat. 11 soat. O'zlari narxini chiqaraverasizlar, mana aytibdi. Bu yerga ishga kelsa nima qiyinchiligi bor? Qiyinchiligi yo'q. Aka-ukalar, mana kishi kelmoqchi bo'lsalar bu yerga ishga, bu yerda skaner degan narsa yo'q yoki boshqa degan narsa yo'q. Qo'l, perchatka ish qilish kerak, to'g'rimi? Erkak, ayol, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qirg'iziston farqi yo'q. Hammani qabul qiladi, erkaklar adini, xotin adini yashashga o'xshaganida. Agar o'z xohlasangiz, kvartira xizmat qilib yashayverasiz. Pulni vaqti olibdi, bu yerda sexda odam juda ham ko'p. Videoga tushganini sizlarga video olib qo'ydik. Like bosib, tarqatib qo'yinglar.
o'sha ish qidirib yurgan, dartmit bu odamlarga yetib borsin.